محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري. Ba'zi shu ayollarda ko'proq ko'rasiz, nahu yoki sarf yoki shu mabdal qiroat aylantirib o'qiveradi, yillar davomida o'qiydi. Bitta gruppa ochilyapti ekan desa qo'shilib oladi shunga. Tugatgan bo'lmasa, yana o'qiydi, yana tarkib qiladi. Nega desa, chala bo'lyapti, yaxshi o'qimayapman, esimdan chiqib qolyapti, erob o'qib keta olmayapman. O'zi aslida bitta narsani bilingki, bir marta o'qisa yetadi nahu. Sarfni bir marta o'qisa, tarkibni bir marta qilsa bo'ldi, yetadi. Faqat shuni yaxshi qilish kerak, sanoq qilib, e'tibor berib, 50 ta darsga qo'shilib olib, bu yerda sarfni ham, nahvni ham, tarkibni ham olib ketaman degan odam mana shunaqa ahvolga tushadi. Darslardan chiqish kerak. Darslardan voz kechib, har xil ya'ni gruppalardan. Bitta butun haligi e'tiborini, hozirgi kunda aytiladi-ku, fokusini deb, butun e'tiborini shunga qaratish kerak. Tarkibmi shu tarkib, tushida ham tarkib qilish kerak. Ba'zi talab ilmlar bo'lardi, uxlayotganda gapirib chiqardi, qarab eshitib tursak tarkib qilayotgan bo'lardi. Mana shu darajaga chiqqanda keyin tushunadi odam. Butun e'tiborini tarkibga, masalan, nahvga, sarfga. Bitta o'qing bo'ldi, o'tib keting. Keyin orqadan dars bering. U 10 martalab o'qiladigan narsa emas bu. Nega men eplay olmayman ekan, bo'lmaydi ekan degan zaiflik qachon kelyapti? Mana shunaqa chala o'qishda kelyapti. Mana shunday bo'lib davom etadi, hatto ilm talab qilish yo'lidan ham yuz o'giradilar.